Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Anchadan beri YouTube'ga video qo'ymayotgandik. Bugun mana biz Toshkentdamiz, Qoraqamish qush bozoriga kelganmiz. Xudo xolasa mana shu yerdagi qushlarni, baliqlar, tovuqlar, shunga o'xshagan jonzotlarimizni chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Agar yoqib qolsa bitta like ayamaysizlar, do'stlarga jo'natib qo'yaverasizlar. Kommentariyada qo'llab-quvvatlab tursizlar. Xudo xolasa ko'p bozorlarga borib hamma yoqda yoritib beramiz. Qoraqamish bozorini azizlar, Toshkentdagi Qoraqamish qush bozorining asosiy kirish eshigi mana shu. Mashinadan kiriladi. Oldi qatorda asosan zo'r magazinlar bor ekan. Mana ko'rib turganingizdek, endi ichki tomonlarni bir qator obzorlarni qilib chiqamiz. Azizlar, mana Qoraqamish qush bozorida ruchnoylar ham bor ekan. Bular qanchadan? 150 mingdan aka bular. Ruchnoy polni. Vanli stili. Ha. Karelda qancha? Karellalar 350 mingdan. 150 ming so'mdan. Yo'q, uch ketmaydi aka. Bular. Bular pari 500 ming aka. Babichka karella deyiladi. Ha, tushunarli. Bularchi bular? Yarazochkalar 130 ming donasi. Mayda bu maladoylarmi, yoshlarmi? Ha, bular maladoy. 60 mingdan donasi. Pastdagilarimiz-chi? Hop, bular ham donasi 60 ming. 60 ming so'mdan. Bular hammasi ruchnoy emasmi bular? Yo'q, ruchnoy emas aka bular. Ruchnoylar teva deyiladi. Ha, ruchnoy. Telefon raqamingiz nechi? 97 lik 771 88 86. Qadrdonlar, mana ko'rib turganingizdek kakadu ham olib chiqishgan ekan. Buni adashmasam $2000 atrofida aytdilarmi, xullas egalari ketib qoldi. Nomerlarini saltirib olsa kerak. Yana ruchkalar turibdi mana. Bundan tashqari kamera egalari ko'rishingiz mumkin. Ajralilarni olib chiqishdi. Bu tomonda ham paralar chekiladi. Xo'p. Kamera egalari har xillaridan chiqqan ekan. Shular razellar bor ekan mana. Bu tomonda karella, razellar. Xo'p, karellalarning har xillari. Bularning egasi yo'qligi uchun narxini bilmayapman. Xullas, Qoraqamish qush bozoriga kelsanglar, shu yerda shunaqa Angliskiysimi, katta qushlisimi, ruchnoy qushlisimi hammasidan bor ekan. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Mana perxuriylarni ham mana malinasi, perlatasi, lekin mana uni ananasli deyishardi adashmasa. Hop, endi boshqa joyga ham bitta o'tib obzorlarni qilib ko'ramiz. Do'stlar, endi mana amadinkalar narxlarini hisob bilamiz. Bular qancha? 90 ming parasi. Parasi 90. Debroyda. Hammasi pastdagilar. Bular pastdagilar donasi 80 ming mingdan. Ma'mulan shunaqa. 80 ming mingdan. Vanlisilar qanchada? Bular 60 mingdan donasi. Donasi 60. Pastdagilarchi? Pastdagilar donasi 80 ming ming yuradi. Ha. Radijnilar qanchada? Bular 130 mingdan donasi. Donasi. Mana bitta oraga tepchi 300 ming donasi. Karellarimiz juft. Karella 350 parasi. Bularchi nerazilishliklar? Bular 260 mingdan 500 minggacha bor. Aka, nomeringiz necha edi? 91 lik. Aha. 010 31 91. Qadrdonlarmi, mushular bolalarni qaranglar, juda ham shirin ekan. Yoqimtoyligini seviladi. Bular qanchadan yana? 1,5 milliondan. 1,5 milliondan hammasi dona. Hammasi 1,5 milliondan. Tushunarli. Toza zot, to'g'ri vyaskadan, quloqlari elitni yotgan, akraslari ham juda ham chiroyli. Bularning zoti shotlandskiy Scottish fold deyiladi. O'g'il bola, qiz bolasidan ham bor. Tushunarli. Pastdagilarchi? Pastdagilari ham shotlandskiy Scottish fold deyiladi, lekin qarang, fold bilan foldning farqi bo'ladi. Aha. Ya'niki, birinchidan akrasidan farqlanadi, ikkinchidan tumshuqlarini ko'ryapsiz, tumshuqlari ozgina chiqqan. Sifat darajasi 60%. Bularniki sifat darajasi 100 million. Tushunarli. O'zbekiston bo'ylab dastavkani Albatta dastavkalarimiz bor, bez problema, chet elga ham chiqarib beraveramiz bemalol. nomeringiz necha ekan? 99 lik 912 24 44. Sizlar mana tovuq bozoriga ham o'tdik. Hozir mana birinchi bo'lib bedanadan boshlamoqchiman obzorini. Qancha dedingiz bedanani? 25 mingdan. Bu zot qanaqa? Beligan, Texas. Asosan go'shtga boqiladimi yo tuxumga? Go'shtga, tuxumga. Tuxum qanchadan? 500 mingdan. 5 mingdan. Mana ular ham sizdanmi? Yo'q, ulardan faqat O'tdim bular? endi Nomer necha edi? 99 lik 648 67 48. Azizlar, mana dekorativli tovuqlar so'raganlarga mana bu yerda adashmasam buni 450 mingdan dedilar donasini. Ekosini. Ekosini 450 ming dedilar hozir egalar.
O mana bu yerda yana boshqachalari bor ekan. Akam bular nechi bildingiz mana ularni? 300 mingdan choynaydi. 300 mingdan. Nari tomonda ham sizniki bu tomonda ham? Ha, bular ham bizani. Bular qanchadan? Bir amali 150 mingdan, Andijon qoratuvlari 200 mingdan. 200 mingdan. Ana u Bu hozir 200 ming, ham pekinskiy yangi kelgan o'rdaklar 100 ming so'm donasi. 100 ming so'mdan. Tushunarli. Nomeri nechi ekan maktab? 90lik. Aha. 925 22 24. Azizlar mana ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasiz. Akam Qoraqamish qush bozorini yonida To'g'ri bozorda Kelishtirib beramiz. chettasida aka. Mana shu yerdan. Bo'ldi. Xo'p, rahmat aka. Xo'p, qadrdonlar, endi mana baliqlarning narxlarini ham bilishga o'tdik. Birin-ketin tartib bilan boshlayveramiz. Bular Arandalar. arandalar nechi pul ekan? Hop, 65 ming so'm aka. Bular rolking deydilarmi? Bu yoki Indoneziyanniki hop 650 mingdan qilib beramiz aka bularni. Pastda bitta Hop, bularnaqa Flower Forum degan baliq. bu qancha? Hop, buni ham 650 ming qilib beramiz aka. Bularchi merniyakular? Merniyakul 100 mingdan. Bitta piranyalar bor ekan. Mana shu Perani, original perani 150 ming qilib beramiz aka. Pilisosni 25 ming. bular Hop. qanchadan qo'yadi? Ko'yalar 80 mingligi bor, men privaznoylar bor 100 mingdan. Ko'ya Battlefield. Bitta aravani, Aravani 250 ming so'm. hop, indiski noch Indiskino 100 ming so'm, siamskiy akula 150 ming so'm. prisoslar kattalari qancha? Soslar 60 ming so'm, Aha. maydalari 20 ming so'm. 20 ming. Qisqich Raklar baramiz. 80 ming so'm. 80. Bularchi bular? Bular 65 ming so'm. Bu arandalarimiz qanchadan? Bu Ryoki qimmat barodasi 20 ming so'm aka. 20 ming so'm. Astronoslar Astriklar 125 mingdan. Hop, pastligi. Jaguar. Jaguarlarni 150 ming qilib beramiz. Bu ham afrikanskiy sixlit. Yo'q. Bu tanga. Bu ishnik. Normalniy ishnik aka. Anaqaga kiradi. Mana Aka nomeringizni aytib, bu tarafda ham bor aka. 94lik 94lik 627 627 0080. Mana bloger akamizni Toshkentga keldilar, joyimizga, qush bozoridamiz. Mana ko'rib turganingizdek hozir baliqlarimiz. Mana bu merniy baliq hisoblanadi. Hop, bular qanchadan? Bular 35 ming so'mdan. Bularchi? Bular ham lab yo'q, qorasi. Bular ham 30 ming so'm bular. 30 ming so'm. Bular Pokiston so'm 35 ming so'm. Ajoyib noyob ekan Ha, bularning vazifasi akvarium ichidagi o'tlarni, toshlarni tozalab yuradi. Bularchi Afrikadan? Bular Afrika mix. Nechi bilanmi? Bular 40 ming so'm. Bularchi? Bular Afrika Benji deyiladi. Bularning narxi 30 ming so'mdan. Hop, bularchi bular? Bu Red Zoo 30 ming so'm. Bu 5 color yellow lab bilan. Bular 40 ming so'mdan. Pangasus oq. Bular 30 ming so'm. Guppi 5 ming so'm, mesni. Plisos oqida 30 ming so'm. Qaraydigan bo'lsa. Astronaut chili bor. Hop, nechi pul bu? 50 ming so'm. Barbuslesh hechning hisoblanadi. Tetradon fuga Narxini ayting. 50 ming so'm bu. Bu 60 ming so'm, 40 ming so'm. Tetradon Razmeriga fuga. qarab turib. Ha. Kattasi 60 ming, kichkinasi 40 ming so'm. Chorniy prins merniy hisoblanadi, hechnik bilan yashaveradi. 70 ming so'm. Indiskiy noch 40 ming so'm, привозной. Papugay limon 110 ming so'm. Gleneherus 40 ming so'm. И somik 100 ming so'm. Bularchi? Bular привозной ko'yalar, arandalar. Kichkina aranda 50 ming so'm, kattasi 100 ming so'm. Ko'yani kattasi 45 ming so'm, kichkinalar 30 ming so'mdan. Valiferalar bular 50 ming so'mdan. Bular molli balonchik merniy hisoblanadi, 20 ming so'm. Bular molli kattasi, malinezi deyiladi, 25 ming so'm bular. O, danyolar qancha? Bular o'zimizda ko'payadigan danyo. Rangi почти har xil 3 ming so'mdan. Ternetsiyalar. Bular ternetsalar, ranglari sochni. Cho'tkilari bor. Bular qanchadan? Bular 5 ming so'mdan. Barbuslarchi? Barbus 15 ming so'mdan, razmeri katta. Mana uni. Привозной Lalius. Bular nechi pul? Bular 40 ming so'mdan. 40 ming so'm. Mayada ham bormi yana? Bor ekan. Arandalar bor ekan, bular qancha? Bular arandalar. Bular 20 ming so'mdan. 20 ming so'm. Messi aranda. Mamalar 12 ming so'mdan. Qizil chapkalar. Qizil chapka kichkinasi 15 ming, kattasi 25 ming.
Bular ham shunaqa narxlari? Xuddi shunaqa. Xo'p, bu tomonda petishoylar bor ekan. Petishoylar xili bor ekan. Azizlar, ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Mana O'zbekiston bo'ylab Tailanddan baliq olib kelib sotishadi akalarimiz. Hozir biz Toshkentdagi Qoraqamish qush bozorida, o'sha baliq bozoriga kirib obzor qilyapmiz. Umidjonni o'zi ko'pchilik tanisa kerak. Marg'ilonga borib turadilar payshanba kunlari. Optim baliqni olib kelishadi. Nomer necha edi? 95 ta 5 ta 7 30 ta. 5 ta 30 ta. Telegramdan chiqsinmi yoki Telegramdan chiqarishsin. Qadrdonlar, mana qo'ldan kelgancha Qoraqamish qush bozorini so'mga qildik, obzor qildik, nomerlarni tafsilgisini oldik, tafsilgisini ololmadik, ma'zur tutasizlar, kamchiliklarga yoqsa layklarni bosib do'stlarga jo'natib yuborasizlar. Xudo xolasa yana boshqa safar kelish niyatimiz bor, xotirjam yana bir obzor qilamiz. To'liq obzor qilinmadi, ancha-muncha narsa qolib ketib qoldi. Keyingi videolarimizni yana ham qizig'roq qilishga harakat qilamiz. E'tibor uchun hammalaringizga rahmat, salomat bo'linglar.